Seni bir necha soatga o'g'irlab ketgim kelyapti. Nima? 2 soatga xolos. Rozimisan? Nima qilmoqchisan? Birga film tomosha qilamiz. Kino? Menga chipta sovg'a qilishgandi. Haftaning oxirida kuyib ketadi. Hoy, nega men bilan bormoqchisan? Sevgan qizing bilan bor. Qizim yo'q. Rad javobini berma, rozilik ber. Bu shanba kunida bo'ladi. Unutib qo'yma. Men ketdim. Hoy, shoshmay tur. Hoy, Kiyomi. Yo Ju A. Kim Don Hyun. Chon Soo Bin. Hon Jae Hyun. Chon Woo Sok. Do'kondagi muhabbat. 삑 남주입니다. 3-qism. Ha, xush kelibsiz. Yana shundan sotib olmoqchimisiz? Endi sigara chekmayman. Uni o'rniga mana shuni urib ber. Chekishni tashladingizmi? Harakat qilyapman. Ba'zi birovlarga bu yoqmas ekan. Bu juda ajoyib. Uni fikrini hurmat qilishimni bilganida edi. Nima? Mayli ketdim. Kuningiz yaxshi o'tsin. Chekishni tashlashingizda omad. Ikkita French Black sigarasidan. His qilyapman. Voyaga yetmaganlarni sezib turibman. Qanday qilib 10 oylik tajribali do'konchini ahmoq qilmoqchisiz? Chekish uchun juda yoshlik qiladi. Ularga o'zim ko'rsatib qo'yaman. ID kartangizni ko'rsam bo'ladimi? Yo'qotib qo'yibman shekilli. Ha, unda menga vaqtinchalik IDingizni ko'rsatishingizga to'g'ri keladi. Bugun yo'qotib qo'yibman. Agar IDingiz bo'lmasa, men sizga sigara sota olmayman. Kechirasiz. Nega endi yo'q? Bundan oldingi kishidan so'raganingiz yo'q, lekin sotaverdingiz. Nima bu odam ajratish? Yo'q janob, unday emas. Shunchaki siz juda ham yosh ko'rinyapsiz. Siz tashqi ko'rinishimni ko'rib ustimdan kulyapsizmi? Yo'q, unday qilmoqchi emasman. O'zingni bos. Hop, qo'yib yubor. Maktab o'quvchisi ekanligimni isbotla. Qo'lingdan kelmaydi, to'g'rimi? Ha, Xo'sh, nima qilamiz? siz voyaga yetgansiz. Lekin nega xursand bo'lmadingiz? Nima deyapsan? Sizlarga kattasiz deganimda. Lekin kattalarga bunday desam, ularga yoqishadi. Voy, boshim og'rib qolyapti buni deb. To'g'ri, men o'quvchiman. Lekin universitet o'quvchisi. Nechinchi yil? Chicagodagi universitet, 3-guruh, 13-bo'lim. Ha, 13-raqamlimi? Unda bu semestrda qanday stipendiya olyapsiz? 85. Menimcha 85 edi, ha. Rostana? Ha, 85. Unda menga do'stingiz IDsini ko'rsatsin. Men ham yo'qotib qo'ydim. Unda vaqtinchalik yana. Birini ham bugun yo'qotib qo'ydim. Meni kechirasiz. Unda siz uchun hech narsa qila olmayman. Hey, asabimni buzmasang-chi, shunchaki menga sotaver bo'ldi. Oy, xola. Xola deyishga yoshlik qilaman shekilli. Mayli, shunchaki xolaganimizni ber. To'layman deyapman-ku, bersang bo'ldi. Hoy. Yo'qollaring. Sen yana qanaqa Pokemon bo'lding? Kattalar bilan qanday munosabatda bo'lyapsan, tushunmadim. Beodoblik-ku bu. Yaqinlashma yosh bola. Nogiron bo'lib bu yerdan chiqib ketasan bo'lmasam. Yaqinlashma, nogiron deysanmi? Nimalar deyapti bu? Yuzidan chixuahua kuchukka o'xshaydi-ku bu. Hozir o'ldiraman. Hoy, nima qilyapsiz? Senchi? Hech nima olmayman, mayli. Hammasi yaxshimi? Yaxshi emas. Mayli, ketdik.
Ketyapmiz. Hoy, meni to'xtab tur. Ahvoling yaxshimi? Seni o'zim himoya qilgim kelgandi. Yaxshimisan? Shikastlanmadingmi? Hammasi yaxshi. Hoy, senga rahmat. Kelmaganingda muammo chiqardi. Yosh bolalardan qo'rqib o'tiribsizlarmi? Nega unday qilyapsiz? Lekin senga ham vaqtli-ku. Nega kelding? Nima? Bu yerga mijoz sifatida keldim. Nega bunday ovoz chiqmayapti menda? Balki hali kichkinadir mana. Opa. Do'konga kirib borib, sizni himoya qilmoqchi edim. Lekin Subin hammasini vayron qildi. Endi qo'limdan kelmayapti. Seni tushundim. O'zingni ko'p ayblama. O'sha yosh bolalarni adabini bergan bo'lardim. Ularni oy nomi bilan sen uchun jazolayman. Shunday demoqchi edim. Seni tushundim. Endi ichishni bas qil. Mast bo'lib qolding. Opa. Endi sizni o'zim himoya qilaman. Maylimi? Ha, mening qahramonim. Ha, men qahramonman. Shuning uchun xavotirlanmang. Men endi bo'yin qirsillatishni o'rganib olaman. Qarang. Nega o'xshamayapti? Uyda qilganda o'xshagandi-ku. O'xshamayapti. Endi uyga ketsang ham bo'ladi. Xo'pmi? Men seni himoya qilaman. Maylimi? Menga ishonaver. Joa. Dam olish kunlarida vaqting bormi? Nima edi? Shanba kuni kino ko'rishga nima deysan? Kino? Xohlamaydi. Jihyon. Dam olish kunlari ularning vaqti yo'q. Nega? Aniqrog'i men Jihyonga birga kinoga boramiz deb va'da berib qo'ygandim. Hafta oxiri uchun chiptasi bor ekan. Ha, yo'q. Ikkovingizmi? Joylarni buyurtma qilib bo'ldim. Boshqa ilojim yo'q. Meni kechir. Hammasi yaxshi. Nima ham qilardim? U xafa bo'lgani yo'q. Keling bunday qilamiz. Nima? Siz bilan boraman. Men ham kino ko'rishni xohlayotgandim. Men bilan hech kim borgisi kelmayapti. Qanday yaxshi. Hammamiz birga tomosha qilamiz. Ha, bu ajoyib bo'ladi. Hammamiz birga? Ha? Yo'q, siz ikkingiz kino ko'rgani borasiz. Bu haqda aytishni butunlay unutibman. Keyingi hafta uchun katta loyiham bor va uni tugatish uchun butun hafta ketadi. Opa, nega avvalroq buni aytmadingiz? Seni xafa bo'lmasin deb hali aytmay turgandim. Ammo Dohyon ham kino ko'rmoqchi ekan. Siz ikkingiz borishingiz kerak. Lekin baribir Ya xudo. 3-chi qism ham tugadi. Do'kondagi muhabbat ovoz berishda Anora va Ilhom ishtirok etdi. Davomini tez kunda birga tomosha qilamiz. Uchrashguncha xayr.